Bugun bu gilomimizni narxi sizlarni o'ylantirib qo'yadigan darajada arzon bo'ladi. Videoda oxirigacha ko'ringlar. Albatta manzillarimiz, gilomda narxlari, 1 kvadrat metri qancha, 1 metri qancha, hammasini batafsil ochiq yoriq yoritib beraman. Sizlarga obunachilar ikkinchi rasvetkasini ko'rib bitta baho berib qo'yinglar. Yonib turibdi u yerda ko'ringlar sifatlarini. Juda ham ajoyib, zichliklari juda ham zich, vaznlari ham yerda og'ir turadi. Laminat pollaringda yo bo'lmasam kafellarda sig'anib ketmaydi. Hurmatli obunachilar, rasvetkasiga ko'rib bitta baho berib qo'yinglar. 2025-yilda trend bo'lyapti bunaqa rasvetkalar. Ko'ringlar, ichida hamma rang bor. Oq, moviy, pushtisimon qanaqadir neobichniy gold svetlar hammasidan bor. Ikki tomondan ikki xil tovlanadigan, materiallari sholkiviy, o'zida hech qanday mayda zarralar ushlab qolmaydigan Turkiya sammesli mahsulotimiz sizlarga juda ham arzon narxda, eksklyuziv narxda chiqadi. Bunaqa narxlar. Assalomu alaykum hurmatli obunachilarim. Bugun sizlarga eni 3 metrli bo'lgan juda ham sifatli metrajli kavralinalarimizni obzor qilib beramiz. Videoda boshidan bitta like bosib qo'yinglar. Obuna bo'lmasdan kuzatayotgan bo'lsalaring, albatta obuna bo'lib qo'yinglar. Rasvetkasiga bitta baho berib qo'yinglar. Turishini qaranglar, ikki tomondan ikki xil tovlanadi. 100% poliester materialda to'qilgan Turkiya sammesli mahsulotimiz juda ham sifatlari a'lo darajada. Rasvetkasiga ko'rib baho berib qo'yinglar. Korичневый, gold svet, seri svet hamma rasvetkalari bor. Bu tarafdan ochiqroq ko'rinayotgan bo'lsa, bu tarafdan o'tganimizda rasvetkasi umuman boshqacha ko'rinadi. Ko'rishlaring mumkin. Har tomondan olib ko'rsatyapman. Rasvetkalari juda ham ajoyib, ko'rishlaring mumkin. Sifatlari uzoq yil xizmat qiladigan. Bugun bu gilomimizni narxi sizlarni o'ylantirib qo'yadigan darajada arzon bo'ladi. Videoda oxirigacha ko'ringlar. Albatta manzillarimiz, gilomda narxlari, 1 kvadrat metri qancha, 1 metri qancha, hammasini batafsil ochiq yoriq yoritib beraman. Sizlarga shunaqa eksklyuziv video lavhalar, kontentlar qilyapmiz. Kanalimiz juda ham yaxshi rivojlanyapti. Shuning uchun kanalga podpiska, like bosib qo'yinglar. Sizlar qancha biz podpishka qilsalaring, sizlarga biz shunchalik arzon narxlarda ideal xizmatlarni taklif qilamiz. Ko'rishlaring mumkin. Bu tarafdan yana ham rangi ochiqroq ko'rinyapti. Rasvetkasi juda ham chiroyli. Buni yana bitta rasvetkasi bor. Undan keyin yana bitta rasvetkasi bor. Uchala rasvetkasini batafsil obzor qilib berganimdan so'ng albatta narxlarini, manzillarida hammasini aytib o'taman. Ko'rishlaring mumkin materiallarini. Juda ham ajoyib sifatlari, juda ham zich to'qilgan 100% poliester material bo'ladi. Hech qanday o'zida mayda zarralarni ushlab qolmaydi. Sizlarga shunaqa gilomlarni juda ham arzon narxda obzor qilib beraman. Shuning uchun kanalimga podpiska bosib qo'yinglar, bo'lmasam o'tkazib yuborishlaring mumkin. Ishonaveringlar, ancha narxi arzon tashqaridan. Optimga beriladigan narxdan ham arzonroq qilib hisoblab chiqarib beraman. Har bir kvadrat metrini ham hisoblaymiz, har bir metr qanchadan tushayotganini ham hisoblaymiz. Dastavka, ustanovka hamma yo'g'ini sizlarga batafsil aytib yoritib o'taman. Bunday bo'lsa, keyingi rasvetkasiga o'tamiz. Bundan keyingi rasvetkasi bundan ham chiroyli, bundan ham dahshat bo'ladi. Hurmatli obunachilar, ikkinchi rasvetkasini ko'rib bitta baho berib qo'yinglar. Yonib turibdi u yerda ko'ringlar sifatlarini. Juda ham ajoyib, zichliklari juda ham zich, vaznlari ham yerda og'ir turadi. Laminat pollaringda yo bo'lmasam kafellarda sig'anib ketmaydi. Hozirgi paytda chekkalarni ochiq qoldirib solish moda bo'lyapti. Misol uchun buni eni 3 metrli metrajni, 3,5 metrli, 4 metrli joylaringga solsalaring bo'laveradi. Bemalol sig'anib ketmaydi hech qanaqasiga. Rasvetkasini ko'rib bitta baho berib qo'yinglar. Korичневый, oq, seri, gold svet hammasidan bor ichida. Bu gilomimiz ham ikki tomondan ikki xil tovlanadi. Narxlari juda ham ajoyib chiqqan. Bu ikkinchi rasvetkamiz. Uchinchi rasvetkasini o'tkazib yuborsalaring, ishonaveringlar sizlar. Armon bo'lib qoladi, chunki uchinchi rasvetkasi bu ikkalasidan ham juda ham chiroyli. O'shuning uchun oxiriga olib qo'yganman. Videoda oxirigacha kuzatinglar. Narxlarini hamma yo'g'ini batafsil aytib yoritib o'taman. Gilomimizni bu tarafdan ko'rsalaring, rasvetkasi umuman boshqacha bo'lib qoladi. Ikki tomondan ikki xil ko'rinadigan gilomimiz. Juda ham narxlari arzon chiqqan. Bunaqa narxlarda faqat bizdan xarid qilasizlar gilomlarni. Telegram kanalimiz bor, Yormazor gilom markazi. O'tib obuna bo'lib qo'yinglar. U yerda o'sha mijozlarni uyidan to'g'ridan to'g'ri video lavhalar qo'yamiz. Birinchi
YouTube'ga video qo'yganimizda Telegramga albatta tashlaymiz. Birinchilardan borib ko'rasizlar. Bunaqa narxlarda o'tkazib yubormanglar. Ayni paytda bozorlar juda ham pasaygan payt, narxlar juda ham arzonlagan. Bunaqa narxlar qaytib bo'lmasligi mumkin. O'shuning uchun videoga like bosib, kanalimga obuna bo'lmasdan kuzatayotgan bo'lsalaring, obuna bo'lib qo'yinglar. Buni tovlarisini qaranglar. Juda ham ajoyib rasvetkasi. Ko'rishlaring mumkin. 100% polyester. Любой joydan narxlarni solishtirib ko'raverasizlar. Bizdagi narxlar boshqa joyda yo'q. 95% joydan topa olmaysizlar bizni berayotgan takliflarda, narxlarda. Chunki birinchi qo'l olib chiqamiz zavodlardan. Ko'rishlaring mumkin. Juda ham rasvetkasi ajoyib. Undan keyingi rasvetkasini ko'rsatishga shoshilib ketyapman. Shuning uchun obzorni tugatamiz. Buni ko'rdlaring, eni 3 metrli, uzunasigacha xohlagan razmerlarda 5 metrmi, 10 metrmi qirqib tayyorlab beraveramiz. Dastavka ustanovka xizmatlarini, manzillarida hammasini videoda oxirida narxlari bilan общий aytib o'taman. Hozircha gilomni rasvetkasidan bahra olinglar. Buni qalinligini qaranglar. Zichligi juda ham zich, ichiga hech qanday mayda zarralar kirib, sizlarning asabiylarga o'ynamaydi. Unday bo'ladigan bo'lsa, keyingi rasvetkasiga o'tamiz. Bundan keyingi rasvetkasi vahshiy bomba bo'ladi. Hurmatli obunachilar, rasvetkasiga ko'ra bitta baho berib qo'yinglar. 2025-yilda trend bo'lyapti bunaqa rasvetkalar. Ko'ringlar, ichida hamma rang bor. Oq, moviy, pushtisimon, qanaqadir neobычный gold svetlar hammasidan bor. Ikki tomondan ikki xil tovlanadigan, materiallari sholkiviy, o'zida hech qanday mayda zarralar ushlab qolmaydigan Turkiya sammesli mahsulotimiz sizlarga juda ham arzon narxda, eksklyuziv narxda chiqadi. Bunaqa narxlar hech qayerdan topa olmaysizlar. Shuning uchun videoga like bosib, yaqinlaringga jo'natib qo'yinglar, kanalimizga podpiska bo'lib qo'yinglar. Bunaqa ideal narxlarda o'tkazib olmaslik uchun albatta bizni kuzatib boringlar. Ishonaveringlar, любой joydan narxlarimiz arzon, 100% kafolatlaymiz narxlarda. Agar kimdir bizdan arzon qilib beradigan bo'lsa, undan ham arzon qilib beramiz, lekin 95% holatlarda bizdan arzon narxda hech kim taklif qila olmaydi. Sizlarga tajribali xizmat ko'rsatamiz. Ishlarimizga ham 100% javob beramiz. Gilomni rasvetkasini ko'ringlar. Bu tarafdan umuman boshqacha ko'rinadi-yu. Rasvetkasini ko'ryapsizlarmi? Bitta gilom olasizlar, ikki xil rasvetka sotib olasizlar, ishonaveringlar. Ikki tomondan ikki xil ko'rinadi. Xolislaring bu tarafdan sotsalaring ochiqroq svet bo'ladi. Narigi tarafdan so'yganlaring esa rangi to'qroq bo'ladi. Kim xohlagan usulda overlock xizmatlari, dastavka xizmatlari hammasi bor bizda. Ideal qilib tikishlarimizni ko'rsatib o'tganman. Ko'ringlar, rasvetkasi bu tarafga o'tganimizda umuman boshqacha bo'lib olyapti-yu. Hurmatli obunachilar, juda ham ideal gilamlar, juda ham ideal narxlarda olasizlar bizdan. Qalinligini bitta ko'ringlar, sholkivi 100%, atrofdan 100% narxlarni o'rganib, o'shunga qarab turib narx chiqaraman. 95% holatlarda bizdan arzon narx taklif qilish olmaydi. Buni ham rasvetkasini ko'rdilaring, endi 3 xil vibr qildim sizlarga. Endi 3 metrlikda materiallari juda ham ajoyib, hadeb arzon gilom chiqaravermasdan bu safar qimmat gilomda arzon narxda obzor qilib o'tyapman. Videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, albatta like bosib qo'ying. Obuna bo'lmasdan kuzatayotgan bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Endilik navbat sizlarga narxlarni polniy aytib, dastavka, ustanovka, manzillarimiz hammasi haqida batafsil ma'lumot beraman. Qani bo'lsam, ketdik. Videoyimizda albatta eng qiziq joyiga keldik. Endi men sizlarga narxlarini, to'liq metrlari, kvadrat metrlari hammasini aytib o'taman. Shu joygacha kuzatib like bosmagan bo'lsangiz like bosing, obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying. Bu gilomimizda 1 kvadrat metrini 170 mingdan 200 ming so'mgacha sotishyapti. Tashqarida o'zimiz ham shu narxlarda sotyapmiz. Lekin YouTube'da bizni kuzatib, bizni podдержка qilib turgan aziz obunachilarim uchun bu gilomimizda 1 kvadrat metrini atiga 143 ming so'mdan, endi 3 metrli bu gilomlarimiz 1 metrini 429 ming so'mdan xarid qilasizlar. Sizlarga narxlari to'g'ri kelgan bo'lsa, yoqqan bo'lsa videoga like bosib qo'yinglar. Mana shunaqa narxlarni bizdan kutib qolinglar. Narx qimmatmi, arzonmi, kommentariyada xolisona fikrlarini bildirib o'tinglar. Albatta men har tomonlama narxlarni o'rganib, surishtirib, solishtirib, urishtirib sizlarga eng zo'r narxlarda taklif qilyapman. Olib sotarlar ham shu narxda olib sotib foyda qilishyapti, lekin bo'lsin, obunachilarimga bo'lsin, atiga 1 kvadrat metr 143 ming so'mdan dastavka, ustanovka xizmatlari Farg'ona shahar ichiga
mutlaqo bepul. Boshqa viloyatlarga kelishilgan holda dastavka xizmatlarini ham qilib beramiz. Endi ikkinchi rasvedkasiga o'tamiz. Hurmatli obunachilar, Ikkinchi rasvedkasi ham juda ham ajoyib. Ikki tomondan ikki xil tovlanadigan 100% poliester. Endi 3 metrli bo'lgan ushbu gilamimizni 1 kvadrat metrni 143 ming so'mdan, 1 metrini esa 429 ming so'mdan faqat bizdan YouTube obunachilarimiz uchun eksklyuziv narxlar. hozirgi paytda Bundan da chekkalarni arzonroq ochiq qoldirib qilishimizni solish moda xohlasalaring, bo'lyapti. bundan da vibrlar ko'proq qilishimizni buni endi 3 metrli metrajli, 3,5 metrli, 4 metrli joylarni yaxshi joylaringiz rivojlanyapti. bo'laveradi. Bemalol Obunachilar soni juda ham tez o'syapti. Albatta, bunga sizlarning hissalaringiz juda ham katta. Videoga like bosib, video tarqatib qo'yinglar. Atiga 1 kvadrat metrini 143 ming so'mdan, 1 metrini 140 narxlar juda ham so'mdan 1 kvadrat metrini, 1 metrini, pogonni metrini, endi 3 metrlisini 429 ming so'mdan xarid qilasizlar. Albatta 2024-yilda, 25-yilda trend bo'layotgan high-tech uslubidagi gilamlarimiz, buni ham 1 kvadrat metrini atiga 143 ming so'mdan, 1 metrini 429 ming so'mdan xarid qilasizlar. 100% poliester, to'qimalari juda ham zich, kafellarda, laminat pollarda hech qachon sirg'anib ketmaydi. Ishlash uchun ham ro'zg'orbob, shupurgiga ham, plisosga ham albatta bardosh beradi. Luboy chiskada yursalar ham holatini deyarli o'zgartirmaydi. Atiga 1 kvadrat metrini 143 ming so'mdan, 1 metrini 429 ming so'mdan. Ayni paytda ro'za Ramazon oyi shunaqa narxlar amal qiladi. Ro'zadan keyin to'ylar boshlanadi. Albatta har bir sohada sezon bo'lgani kabi gilom sohasida ham sezon boshlanadi. Narxlar ko'tarilishi mumkin. Hozir ayni paytda gilom xarid qilish uchun juda ham ideal vaqt. Foydalanib qolinglar. Sizlar uchun mana shu narxlarda Farg'ona shahar ichiga mutlaqo bepul xizmat ko'rsatamiz. Viloyatlardan ham bemalol aloqaga chiqaveringlar. Albatta dastavka xizmatlarini kelishilgan holda qilib beramiz. Endi manzillarni sizlarga tanishtirib o'taman. Hurmatli obunachilar, bizning Qumtepadagi do'konimiz Qo'shtepa tumani Qumtepa bozori gilam qatorida 437-do'kon. Bemalol kelib shu yerdan ham gilamlar xarid qilishlaring mumkin. Keng assortimentda har xil vibrlar mavjud. Xuddi shu narxlarda o'zgarmagan narxlar kafolatlangan. Qumtepa bozori 437-do'kon. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib, bemalol biz bilan bog'lanishlaring mumkin. Telegram kanalimizda Qumtepa bozorimiz uchun lokatsiya ham mavjud. O'sha shu yerdan o'tib to'liq manzarda olishlaring mumkin. Farg'onadagi joyimiz esa Farg'ona shahar Kichik Halqa yo'li, Bahor ko'chasi 18-yil, Arentor, Hammom choyxonasi hamda Adresa kafelari yonida. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqinglar yoki Telegram kanaliga o'tib obuna bo'lib qo'ysalaring, Telegramda Qumtepa bozorini ham hamda Farg'ona shahridagi skladimizni ham lokatsiyalari bor.